Endi xamirturush kursini sotib olishingiz shart emas. Bugun sizlar bilan eng oson usuldagi xamirturush va undan shirmoy nonlar pitsalar tayyorlaymiz. 2 dona piyozimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Yarim choy qoshiq tuz va kichkina piyolada to'la bo'lmagan iliq suv quyamiz. Piyozlarimizni yaxshilab ezib olamiz. Birinchi sort unni olib, uni elakdan o'tkazib olamiz. So'ngra piyozlarimizni ustiga solib olamiz. O'rtacha qattiqlikda bo'lguncha un solamiz. Xamirimizni kattaroq idishga solamizda, xona haroratida iliq joyga olib qo'yamiz. Hozir kun juda issiq. Menda 16 soat turdi. Sizda 12-14 soat tursa ham yetarli bo'ladi. Xamirturishni kattaroq idishga solamizda 1 litr iliq sut quyib olamiz. So'ngra bir xil massa bo'lguncha blenderlab olamiz. Bu nonda piyozlar g'irtillab chiqib qolmasligi uchun 1 osh qoshiq tuz solamizda, un solib xamirimizni qorib olamiz. Men nonni birinchi sort unda tayyorladim. Shunda yana ham foydali bo'ladi. Men xamirni juda ham yumshoq tayyorladim, chunki turmush o'rtog'im yumshoq non yaxshi ko'radi. Yumshoq xamir qo'limga yopishmasligi uchun ozgina qo'limni yog'lab oldim. Xamirni yaxshilab mushtaysizda va idishga solib, bir chetga oshga olib qo'yasiz. Xamir shunday oshib chiqish uchun menda 3-4 soat vaqt ketdi. Juda ham mayin, qo'lga yoqadigan xamir bo'ldi. Xamirimizdan zo'lachalar yasab olamiz. Non va pitsalar uchun nonimizni yasab, chekib olamizda, so'ngra ustiga tuxum sarig'i va sedani sepib olamiz. Pitsaga ham kolbasa ishlatmadim. Qovurilgan tovuq go'shti ishlatdim. Xamirturishni bunday usulda buvijonlarimiz, onajonlarimiz tayyorlagan. Shunday retseptlar yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlab, kanalga a'zo bo'lib qo'ying.